Va vizirnoy panelimizga qaraymiz. Sim ochil. Dверь открыта. Vizirnoyimizni login parolini ustalab berib ketishgan bo'lsa, o'zingiz ham bemalol yuzingizni qo'shib olsangiz bo'ladi. Monitorning ustiga bosib turamiz va o'ngga chapga monitorni suring deydi. Suramiz va nastroykaga kirgandan keyin bu yerga login parolni yozamiz. Va yozib bo'lganimizdan keyin OK ga bosamiz va nastroykaga kirgandan keyin bu yerda chelovekka kiramiz, odamga va bu yerga plyusga bosib turib, nima qo'shasan deyapti, karta, nomer deyapti va bu yerga biz ismini yozamiz. Masalan, o'zim ismimni yozaman. Yozib bo'lgandan keyin OK ga bosib va bu yerda, mana bu yerda rasm chiqib turibdi. Shunga bosamiz va yuzimizni rasmga olib oladi. Bo'lgandan keyin птичкаga bosib chiqib ketamiz bu yerdan. Biz saqlanib bo'ldi. Bitta yuz ham qo'shildi. Endi esa yuzimizga ochadi. Va vizirnoy panelimizga qaraymiz. Dверь открыта. Sim ochil. Dверь открыta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar.